Yaxshimi barliq akasini singillar, hammanglar mush vaqtda güzel olsun. Mush ekrandagi siz balkim 2-3 balaning onasi bo'lishingiz mumkin. Balkim 2-3 balaninki dadasi bo'lishingiz mumkin. Hozir bo'lmasangiz keyin cho'qim yoki ota yoki ona bo'lishingiz mumkin. Mumkin bo'lsa mush filmni seyretmay oxirigacha ko'rib bersangiz, sizdan o'tinishim bir tal yuragingiz beritib, alt raqamini ko'plab yo'llab qo'ygan bo'lsangiz, rahmat sizga. Bugun mush barliq akasini singillarimga mush Shilexwa mushuni bir deb bermoqchi. Bir qiz balaninki ma'nat yeri bulatmı şu yo'ldan chiqib bo'lgan, buzilib bo'lgan qiz balaninki ma'nat yeri laqab qolsa, men buzilib bo'ldim. Endi meniki men adishim bo'lsa saqqasin demakkan. Yaxshimi barliq akasini singillar, hammanglar shu vaqtda güzel olsun. Üzemning kichik bir singilchaqning menga yig'lab turib yozgan xatlarni, yig'lab turib degan gaplarni anglab yuragim nihoyatda ichdi. Bu filmni tartishdagi maqsadim rido qo'llashganlik emas yoki fancy yig'ish uchun emas. Boshqalarning qiz bolalarini ibrat olsin deb tortib atibman. Endi hozirgi jamiyatda 70-80% qiz bolalar haqiqatan o'xshab bo'ldi. Ham yo'ldan chiqib bo'ldi. Ularga amal yo'q. Bu yerda demakchi hamda bir yo'ldan chiqib bo'lgan bir qiz bola, hargizmi o'zining adashini saqqasin demaydi. Nemishqa? Adash ayaga varsak menda bilmayken, miyaga varsak menda bilmayken, menla bilib batmiz, voy ishkili olmaymiz, chekkili olmaymiz, usul o'yini qilib aytqayda. Akep Xalqning ostiga bu supib tutgan qasmoqlik az emas. Endi buningki birinchi sababi laqab qolsa, bir qism cho'lpalarimizga, to'r cho'lpalarimizga mush pullan bo'lsa, dibag'i kelib uyaninki ilan naqsiz ishlayotgan, bu yerga pullarsa azaq pulga 2-4 tal pulga bu yerning ilani, voy andacha mandacha qiz o'g'avallarimizningki, voy kichik bolalarımizga kelib o'ynashini qarshi atmiz, andaqamiz, mandaqamiz deb ama şu oyan tamaşaga berilib ketmagan menda qiz bolalarimizni qiziq turib, Ayşaga berib yo'ldan chiqib bo'lgan ba'zi bir qism qasmoqlar, voy adishim uyaga borlar, voy adishim bu yerga borlar. Adash ko'ngilga soqatash deb aprab, nadi bir qism ota-onasidan pul tilab xajlatgan, hozirgacha bir o'z oldiga 2 koy pulni onlab tap baqmagan, ana man nonni yang, dada ma go'shkidini yang, dada yama paypaqni king deb baqmagan ba'zi bir qism solamchilarga endi qiz bolalarni saq qiz bolalarni akrab tunishtirib, buzib achqitgan qasmoqlar. Xalqning o'g'avallarga endi mehmon qilg'izib, birinchi qatam tamoq ye, ikkinchi qatam tamoq ye, uchinchi qatam nimani yeyta, obdan narsa meni yeb, qo'saqda meni ko'tyap chiqadi. Endi barliq ota-onalarga aytgan yurak so'zi mulaqab qolsa, qizingning kendan 360 kun birga menga pulanmaysizlar. Ham birga mengab uning sandiqqa qulpini sap qo'ymaysizlar. 8 kelsa 8 kitgan sandiqqa uniki qulpi sap qo'ysanglar, ishtangni sip satgan, börekni zarlatgan, ahvolli kelib chiqdi. Endi men pul degan narsani hozir topqal olmasam, keyin o'zini qo'g'dig'iday bo'lgancha tepib olsam bo'pti. Endi pul topamiz deb xalqning tegidan qo'pmay yotgan qasboqlarning og'isiga kishtib, axloqini yo'qotib, tapqa 2-4 tal puli bilan o'zini faxrlangan asosda, voy onamga bilmabdim, voy uningga bilmabdim, ma'bitimdan baqdim deb yomon yo'lda topgan pullarni ko'z tutgan qasmoqlarning og'isidan mangmuson, ham shu yo'lda kelib qolib, o'zim ayinda bulab qolmasin. Endi bu qizlarga aytganim, hozir pul topolmasanglar hech qisi yo'q. Keyin o'zingning qo'g'diday bo'lgancha topsanglar bo'pti, lekin ama axloqingni yo'qotib men topqil olmaydi. O'ynaverganinglar o'zingniki baxtiga o'ynaysizlar. Endi mana shu bir qism harom tashaq jaloblar, ayna o'zininki singlisday qizlarni voy adishim, voy singlim, apaq hukam deb ayna o'ynatqayliga aprib, to'xtamay, o'sha qizlarninki axloqiga hujum qilyapti. Endi o qizlarniki qirg'iz kamisi mayda qiziqtiraverganiga mashina degan narsani qattiq qilayotganiga qasmoqlar, aynaga bir apaq qisqito, o'zini yomon yo'ldan tatamay qayshilab qoldi. Endi nemish qo'naraysa hukam deb qolsanglar, men bundaga berib baqqan. O qiz bola shu ota-onasini putlab qajlatgan ba'zi bir qism qalanday, hech qizlarning puliga nihoyat xushal sakrab o'ynayotgan. Ko'rsayvali usul o'ynab berayotgan, qushqida o'ltirayotgan, tamakisini chekayotgan, aroq ichayotgan menda ahvolini ko'rib, o'shularga ichim og'idi. Lekin menda axloqli qizlarni ashaga akirib buzayotgan bir rasva qasmoqlar o'zidan nihoyatmi faxrlangan. Xuddi o'shularga bir yaxshi ish qilib berganligiday, yaxshi yo'lga boshlab qo'yganligiday. Bu yerda nima demakchi? O'ynayotganlar uxmaydi, o'ynatgan rasvali qo'rqmaydi. Nimadan qo'rqmaydi? O'ynayotganlar hech nimani uxmay o'ynayverdi. O'zining yomon yo'lga kelib qolganini uxmaydi, faqat shu usulini aytgan, qiz bolalarni tamak chekkan, o'g'illarni tamak chekkan deb o'ltirgan bilan shu yomon yo'lga kelib qolganini uxmay o'ynayverdi tashadi xushal. Anandaki mulaqab qolsa, men do'yinda endi do'yin qo'shildan shu ba'zi bir qism qo'ng doktorlar jaloblar, qasmoqlar paydo bo'lib qoldi. Kesib chaplatgan yamoqchi qasmoqlar, ko'chamicha, yaq ko'chitgan. Ananiki mulaqab qolsam shu heshim bo'lmaydi ukam, voy tiqdiyung eshaknikini tiqib bo'sa havasini yamab qo'ytmiz, tikib qo'ytmiz, qizliq bardingizda asirga kelib qo'ytmiz degan menda qasmoqlar ko'paygan ekan. Uyaga bir 2-3 tal o'g'avallar bilan o'ynab yetib qopab, oqshom ashuning qo'ynida yetib, aslida yetib topgan pullarimga abi 200 ko'p pulni menga olib qolib, bilmani tikdib olsam bo'g'day deb menda anga kelib qo'ygan ekan. Shunga bir heshimdan qo'rqmay, uxmay o'ynaverdi.
doyunda bir qism yamoqchi qasmoqlar voy u bilmangizga eshaknikini tiqayotgan bo'lsa, yoki 2-3 o'g'avalli birga kaplayotgan bo'lsa, qo'ziq tiqayotgan bo'lsa, qizliq paydingizni yetayotgan bo'lsa, elsiga kelib qo'ymiz, anda qilamiz, manda qilamiz deb to'xtamay, mana shu ilk kanaldagi sabiy qizvallarimizga, singillarimizga shina qilib to'xtamay zopildan chiqarayotgan ekan, bu qizvalar nima qildi? Qo'rqmay o'ynaydi. Diba qo'yib o'ynaydi. Bingan kelib o'g'avallar yo'qay qatto, oqshom ota-onasi talaga chiqmang balamni sen nodni imlaklab qechab, diba jo'balida aroqni ichib, ishtalarga chiqib, menda o'ynaydi. Hech kimdan qo'rqmaydi. Nemishqa? Menda qasmoqli ko'plab chiqib, bisi chiqdi bino qisni voy qizvalni qopatdi, o'g'avalni qopatdi. Tiqavasi meni elsiga kelib anda o'ta, manda o'ta degashga, shunga bu qizlarimiz qo'rqmay o'ynayapti. Axloqini men qarab qo'yib, axloq masalasi degan narsani ko'zga ilmay turib, ota-onasining yuzini qarab qo'yib turib o'ynayapti. Endi menda kadin chiqayotgan ota-onasi gapini anglamayotgan, ota-onasi bosh qo'ymayotgan qasmoq jaloblarni ama şu 19-20 yaşlık uğavallı vay men atma anda qatma kuyab qaldım, ülab qaldım deb menda aqsda mangitqan poqigan şovala. Aqliga poqigan menda şovala, ashuni aqsda kiyab mangitqa ishlab ekan. Yetib yemi tepfigan qizvalni hech kim yaratmaydi. Tepib yemi xalqning ostini yetib yegan qizvalini hammadan qo'g'lashdi bada. Mushunda kelgan chaqama uğavallarniki ko'zi sal ojiz. Qanda? Bir qacha halvani yerga to'kib o'tib, chivin alashmay qolib qasima halvaga poqotu. Avo ma uğavalının nazarda poqqalashgan chivin olva oltin o'ti. Shunga ma kalimiz silkib o'tala uğavallar. 200 ko'ga xalqning tigida yetib yegan jalab bilan 100 ko'y pulni qo'lishlikda ishlab topgan qizvalniki cho'nqoq farq bor. Endi shu barliq uğavalga aytgan gapim. Sizniki bir 5-600 ko'y bulamizmi, 1-2 ko'y pulni yanjoq hisob bo'lmasangiz bu jalab qasmoqlama sizni ko'zga ilmaydi. Endi menda desam men ota-onasining gapini anglamay ishga qash ketib, yüzden çimliqiga xalqniki savzilarini, turuklarni teyip yitgan manda qasmoqlar üzerine kelibamanglar. Sizlar endi dibakash qasmoqlar soatiga 5-6 ming ko'y topsanglarmi, chiqib xalqniki hurmatiga erishamaysizlar. Endi men qizvalnikimi azroq g'urur etgan narsa bo'lish kerak. Endi anda desam hamma qizlar eslamanglar, shu durust yo'lda menga to'g'ri yo'lda pul topayotgan, uğavalda erkekte yashab ketib qolgan ochilarimga cho'nqur hurmatim bor. Hem tağlarımga, akalarımga cho'nqur hurmatim bor. Endi shu uğavalninki mesela 20 yaş kelganda, 22 yaş kelgan chaq jiq puli solmasa ishim bo'lmaydi. Lekin axloqi, o'zining vijdoni bo'lmasa bo'lmaydi. Sabiy singillarimizni, qizlarimizni kadin chiqarsak texami bo'lmaydi. Voy, hammasi yenib qoldi deydi, lekin mening singlim bo'lmasa, menga nima qilgan ekan deb endi xalqning qizlarini kadin chiqarib, ostingizga bosib o'ynasangiz, kimlarning birida sizning qizingiz bo'lishi mumkin. Sizdan o'zingizningki balasiga yalmay qolib qolsa, balangizning balasiga yenib qolishi mumkin. Cho'qim yana to. Bu gapni bakchaq odam deb bo'ldi-ku hisobda. Bakchaq deyishning o'rni yo'q. Rahmat barliq akashining singlimga mush filmni ko'plab dianzan qilib taqdim qilib qo'yinglar. Arifat adash seniki mazmunini ko'chirib taqatdim. Boshqa talab fikrlar qilib qolsa bersang bo'tu. Rahmat yaxshi mazmunni men taqdim etgansa, men chiqarib qo'ydim. Barliq akashining singlarim mumkin muloqab qolsa, mushu og'inimizningki hammaniki bir ajramni bir o'ylab bo'lsa, dianzan filmni qilib taqdim qo'yinglar. Ananiki barliq akashining singlarimni so'rayotgan bir gapim bor. Mushu kichik vaqtlarimda meniki ochamga cho'ng onamning aytgan gap bo'la qolib qolsa, balam qizvalning adashi bo'lmaydi, sizning adashingiz meni men deydi. Endi mushu qizvalniki adashi bo'lmaydi degan gap qanday gap? O'zinglarning o'ylig'ini bir yozib qo'yinglar shuni deygan. Anamniki mushu o'rimchini o'yab o'tsak o'tdik, mushu o'rimchini o'ylaydigan, o'ylashayotgan degan barliq akashining singillar telefon nomerini yo'llab qilib qo'ysanglar, men o'zim undar qo'shyapman. Rahmat mushu o'yayotganlarga bir tavsiya qilib qo'ysanglar barliq akashining singillar. Rahmat qo'llab berganingizga.